Budilnik jiringiydi va yangi kun boshlanadi. Universitetga qarab yo'lga otlanaman. Universitetga borish uchun eng qulayi men uchun tramvaydan foydalanib shaharning ichine borib olaman. Universitetda darslar har xil 2 yoki 3 pora bo'lishi mumkin. Bir vaqtlari 9 da boshlanadi, bir vaqtlari esa 11 da. Ma'ruzalar orasida kofe break uchun vaqt beradilar va albatta bu vaqtni kofedan zavqlanamiz. Darslar odatda 2 gacha davom etadi va shundan keyin bizada ovqatlanish universitet oshxonasida. Ko'rib turganlaringizning oshxona katta va hamma o'z-o'zini xizmat ko'rsatish orqali ovqatlanadi. Ovqatlanib bo'lib, o'tilgan darslarni takrorlash uchun kutubxonaga boramiz va u yerda hamma sharoitlar bor talabalarni o'qishi uchun. Keyin shahar aylanishga chiqdik. Do'konlarga girdik, kiyim oldik. Albatta studentskiy skidka bilan shahar aylanib bo'lib, Zala Trenirovkatga bordim. Uyga qaytishda yana tramvaydan foydalandim. Uyga kelib, ovqatlanib, berilgan topshiriqlarni bajarish uchun yana 2 soat kompyuter oldida o'tirdim.